Bitta aylanib keldik. Sizlarni namoz o'qiydigan joyinglar xolasanglar bo'tdi, issiqroq bo'lsin. Erkaklar kiradi, belbotga ayollar kiradi. Tahoratxona kerak bo'lsa mana o'n ayol kishini rasmini turibdi, ko'rdingizmi? Bitta, mana ikkita tahoratxona ayol kishilar uchun bo'lgan. Erkak kishilar narigi eshikdan kiradi. Mana birinchi qatorda. Namoz o'qiydigan yer kerak. Ayollar bu yoqda, erkaklar bu yoqda. Agar ayolim bilan birga namoz o'qiyman desanglar, orqaroqda o'qiysiz. Deylarmi? Yoki bu taraflarda. Bu taraflarda qizil gilam solib qo'yadi. Qizil gilam bitta yashil gilam naviyni eslatadi. Makkaga borsangiz, masjidlariga qizil gilam emas, yashil soladi. Bu yerdagilar Makkani sog'insa, qizil gilamga chiqib namoz o'qiydi. O'shancha ikki xil. Bilib oldinglar, o'zingizlar ertaga bomdodga ham, tahajjudga ham chiqib olasiz. Ravza kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qib olasizlar. Yengilinglar bo'lsa, yana o'sha gruppada xabardor qilaman. Ertalab hozir aniq menda hozir anaqa yo'q. Soat 7:00 da Makka ziyorati bo'lishi kerak. Lekin menga nimaga yetishmayapti. Bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Agar 7:00 da Makka ziyorati bo'ladigan bo'lsa, hammamiz vaqtliroq tushsak, biza Qur'on bosmaxonasiga borishimiz kerak. O'z boshqa turda yo'q, bizda banda bor. Qur'on bosmaxonasiga nimaga olib boraman? O'ttasiga Qur'on hadya beradi. Ko'rasiz. Lekin bizni soat 7:30 da o'tga bora olmasak, o'chirit 3 kilometr bo'ladi. Yo'q, yashil sahasida. O'chirit 3 kilometr bo'lib ketadi, soat 7:30 da o'tib ketsa. O'shancha tush deganimda hammanglar tushishinglar kerak. Iloji bo'lsa namozdan keyin tutib turinglar, telefoninglarga qarab turinglar. Yoki men kechqurun xabar beraman. Agar 7 da bo'ladigan bo'lsa, avtobus 7 da keladi. Biz 15 minutga yetib olamiz, 7:15 ga yetib borsak, birinchidan borib Qur'onimizni olamiz-da, Xudoga ketib olamiz. Uni o'zi turursa 3